Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fil ula ve lehul hamdu fil ahireh. Lehul hamdu kema yenbaghi lil celali vecihihi ve azimi sultanih. Radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye ve resulâ. Rabbena heb lena min ledunke rahmeh ve heyyi lena min emrina reşedâ. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. Hazır yukarı ayattaki cümleni tekrarladı. Yani sen qayerdan çıksan Mescid-i Haram tarafga yuzlangan deydi. Yani Madinada yuzlanmaysan Mescid-i Haramga. Qaysi yerda bo'lmagan, nerede bo'lsan, qaysi tarafda bo'lsan Mescid-i Haramga yuzlansa deydi. Ve haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Yani bu Resulullah'a bir xas buyruqmidi deb bunda tushunilmas uchun yani ta'kidlab, "Islamu ey mu'minlar, qayerda bo'lsanglar Mescid-i Haram tarafga yuzlaninglar" deb ta'kidlab qo'ydi. وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة. Bu cümlenin tekrarlaşım şada kıble meselesinde nahayet obdan bekitişten ibaret bana. Mezmut bekitişten ibaret. Çünkü ilgirgi ayatta mı ve min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral mescidil haram degan. Ma ayatta mı şunda dedi. Ve teşdidihi li enne neskha min mazannil fitne ve şübhe. Ya nahayet çıngıtıp mezmutlaştırıp ibaret sürde. Nima şöyle deganchalı bu nesk bir xil kishilarni ozdirib ketish ehtimoli bo'ladigan, gumon sab qo'yadigan, dilg'ildi qiladigan bir ish. Chunki Yahud Nasaralar bu nasxni inkor qilib turadi. Inkor qilib agar nasx bo'ladigan bo'lsa bu Alloh taolo ilgari bilmay bir narsani, keyin endi voy bunda qilsa bo'lmaydi ekan, bunda qillar degandek bo'lib qolmamdi. Bu Alloh taologa bunda burun bilmagan narsa kim bilish muhal bo'lsa deb bunda shubha qo'zg'agan ekan. Bu shubha kuchli shubha bo'lgan ekan, buni qattiq ichki qadim ta'kidlab bunda bekitib etmasa xotirjam bo'lmaydi. Fakara alayhim liyasbutu. Demak bular mustahkam tavranmay turish uchun ma'ni takrorlab qo'ydi deydi. Ala annahu nita bi kulli wahidin ma lam yunat bil akhar faxtalafat fawaiduha. Nita bi kulli wahid degan har bir jumlani demakchi balki. Hozir ish qatim takrorlash bo'ldi. Nita degan bunda bog'landi, chetildi degan ma'noda. Allaqa, rabata degan ma'noda. Lekin har biriga, ya'ni birisiga chetilmagan narsa chetildi, undan ekan buning foydasi ko'p dedi. Ya'ni birinchi jumlaning foydasi ayrim, bu boshqa. İkinci cümlenin faydası bu ayrım, bu başka. Demek bu yerde tekrarlaşının nurgun faydası var. Araplarda tekrar yuallimuş şuttar degen söz. Belki tekrar yuallimul himar desanım bu. Tekrarlar varsa dört adamı buna düşünüp Allah'a urnap dizdiğen. Hadisi aliminden birisi onun hadisine senedüyle tekrarlar vergen iken bunun bir dedik varken aşkanda tamak tayarlavatkan. Bu hicab uqival bu hadisine ise bunu yadılışını okuatım varsa o mamu yadı bulup buldu bu. Okupağınızı rast onun hadisine suda okupurub. Sonra deb qo'yib keyin 10 kun o'tkazayotgan ekan, 10 hadisni bir o'qib baqam deb dedikidan so'rasa, inshaalloh o'qiyolmabdi. O'qimagan ekan, mana shu 10 kun, 10 oy, 10 yil o'tsin unutib qolmaydi, shuni takrorlayvergan. Bu takrorlashning foydasi shu. Yodlab bo'ldim-da bilan o'taman, pishirish uchun bunda takrorlaymiz. Bu yerda muhim masala o'g'ashqa, ilgirki oyatim va innahu lal haqqu min robbik. Bunun nurgun yani ta'kidlash usullaridan 10 xil ta'kidlash usullaridan ta'kidlatdi buni. Ilgirki oyatda mana buyruq va fawalli wajhak shunama inva va innahu huwa damir sha'na keldi. Lam bilan qasam siyg'isi bilan ta'kidladi. Haq dedi, mir robbik deb ta'kidladi. Demak nurgun ta'kidlashlar bor. Ma ikkinchi oyatda texamayan ta'kidladi. Şunu tekrarlaştığınki faydalar köp. Ma ikinci ayette ve haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra degan bu ortiq keldi o. Demek bu yerde yani artık faydası var. Manisi artık. Yani müminler mi şunda? Resulullah'dan kullanılan has buyruk emas bu. Kıblege yüzüne şart ama. Namazdan şartı olan iken yelzamen adamı şart, adamın meşrut. Namaz emas degan gap. Muş ahval nima uchun li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Yani xaloyiqqa sizning ustinglardan bir pakit isbot ya bir doli bo'la qolmas uchun. أي قد عرفكم الله جل ذكره أمر الاحتجاج في القبلة بما قد بين في قوله ولكل وجهة وموليها. ولكل وجهة وموليها degan ayet. Şuna çıkıp ilgili ayetlerde Allah Taala sizlarning aşu Yahud Nasara qarta doli qo'yishni, qanda javob qaytirishni tushuntirib qo'ydi. Qibla masalasida qanda doli keltirishni tushuntirib qo'ydi. Bu hamda shu tushuntirib qo'yishi nima uchun? Sizlar uyutyotdi. Buni dolisi manda uyutyotdi.
o'g'itishi boshqalarda do'lida sizlar yanilib ketib qolmasligingiz uchun deydi. Mushoyada mazmun shu. Boshqalar sizga kuchli do'li qo'yib, sizning ustinglardan g'alaba qilib ketmaslik uchun. Li'alla yakuna lin-nasi lil-yahud, ya'ni lin-nas degani o'sha yahudiylar bo'ladi. Chunki shu bada degan shubhani yahudiylar kelgan. Nasx masalasida yahudiylar shu o'tirish qilgan. Lil-yahudi alaykum hujjatun fi xilaf ma fi at-tawrat min tahwil al-qibla. Tavratda qibla masalasida bunda bir payg'ambar keldi, ikki qiblaga qarab namoz o'qiydi deb tushungan bo'lsin, bular Tavratdagi xilaf holatda siz do'li qo'ysa, biz uning qarta nima deyishini biz o'tib qo'ydik. Matolab qolmasligimiz uchun. Va atlaqa ismal hujjati ala qawl al-mu'anidin. Boshqalarga sizning ustinglardan hujjat ya pokit do'li bo'la qolmaslik uchun deb buni hujjat pokit deb atab qo'ydi deydi. Ash kajlishib haqqa unmay turganlarning so'zini hujjat deb qo'ydi deydi. Li'annahum yasuqunahu siyaq al-hujja. Chunki ular amaliyotda bu narsa hujjat bo'lanmasimi, tutumi yo'q narsa bo'lsa-mu, lekin bular hujjatdak qilib o'ttirib qo'ydigan, hujjat hisobida o'ttirib qo'ygan bo'g'achqa hujjat deb qo'ydi. Illallazina zalamu minhum. Bir istisnanda. Faqatlar ulardan zulm qilganlar buning sirtida deydi. İstisna. Yani aşı halayiqqa do'li bilan qolmasin deb, sizlar unda yanib ketmang deb bundan nima qildik. Lekin ulardan hamda zulm qilganlar buning sirtida deydi. Ay la yakun hujja li ahad min al-yahud illa al-mu'anidin minhum al-qailina ma taraka qiblatana ila al-Ka'ba. Faqatlar hamda bu mushriklar ahli kitob bo'lmagan ekan, bular g'arazdan qirmaydi. Kitob o'qib bo'lmagan, ya'ni ziyoli emas. Kitap ko'milgan xalq bo'lgan ekan, bularga uli do'li keltirolmaydi zaten. Lekin qilning hozir biz o'rgatgan narsa uli qarta unda do'li bo'lmaydi. Yahudiylar qarta do'li bo'ldi. Chunki odatda biz munozirlashsakmi, o'qigan qumushliq odam bo'lsa, munozirda biz yengalaymiz. Jahillar munozirlashsak yengamaymiz. Demak, va yahudiylar ma do'lini shunda biz qo'ygan ekan, uli bo'ldi deb bilan og'zimat oladi. Endi va mushriklar cho'ra desa, bularga balki bu yuqoridagi bu do'li bo'lmasligi mumkin. Minhum al-qailina ma taraka qiblatana ila al-Ka'ba. Endi bu yahudiylarning ichidan ekan. Texnik kayjlib turganlar al-qailina ma taraka qiblatana ila al-Ka'ba illa maylan ila din qawmihi va hubban li baladihi. Texnik zulm qilib ketganlari bu o'zining yurtiga amroqlik tutib ketib, o'zining qavmiga mayil bo'lganlikdan bu haqiqiy Alloh belgilagan qiblani qo'yib Ka'ba yuzini ketdi deyish mumkin. Walau kana lil-haqqi lalazima qiblatal anbiya alayhissalam. Agar bu haq ustida bo'lgan bo'lsa, payg'ambarlarning qiblasi bo'lgan mush Baytul Maqdisga yuzlangan bo'ladi deyishudi deydi. Buni hozir illallazina zalamu minhum, zalimlar yahud nasaralarning qattiq chekida yashib beklam zada kejib turganlar menda deydi, lekin normallari do'lilar matolab jim o'tirdi deydi. Yoki ma'nahu li alla yakuna lil arabi alaykum hujja. Arabga desak taxmo bakrak tushishi mumkin. Linnas hozir mushada arablarning ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Lil arabi alaykum hujjatun واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب إلا الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة. يعني Arab لا senin o şu Beytul Maqdis'ten Kabe'ye yüzlengellikini tanqid qilib bu pak keltirmaslik uchun deydi. Biz yuqoridagi andanimini o'rgatdik, do'li hujjatni o'rgatdik deydi. Faqat lan bulardan baklam chekida eshib zulm qilganlari, bular Makka mushriklari, hina yaquluna badalahu faraja ila qiblat abai va yushiku an yarja ila dinihim. Endi bular faqatdan do'lisiz, hech qanday nimga aqlga udul kelmaydigan, ilmiy usulga uyg'un kelmaydigan bunda bir gapni qilib turib olsa, buning jahillikdan buldu deydi. Bu nima deydi ekan? Badalahu faraja ila qiblat abai. Bu bunda qarablam, buning bunda bir qilish aqli kelib qoldi buning. Qiblam g'achida ota-bobolarining qiblasiga qaytib oldi. Balkimda atogini saqlab tursak, balki kunlarning o'tishidan ota-bobosining, ya'ni bizning dinimizga demak, ota-bobosining dini, ya'ni bizning dinimizga g'achida yana qaytib qolishi mumkin. Bugan va qiblaga asta qaytdi, atogin bizning dinimizga asta qaytib keldi bu deyish mumkin. ثم استأنف منبها. Amda keyingi ibarani yana mu'minlarni ogohlantirib, bunda ibora surida dedi. Yangi bir jumlam. Fala takhshawhum. Ashulaga zolimlar olsun, ya zolim emas, do'lilar bo'ldi deb jim turib qoldiganlar bo'lib qolsa, hammasidan sizlar ansiramanlar. Bu bir xil mu'minlarni xotirjamlantirish. Fala takhshawhum. Fala takhafu mata'inahum fi qiblatikum. Ya'ni ularning sizlarning qiblanglar haqida qilgan ta'inlarga qarta siz insirab qolmanglar. Fa innahum la yadrunakum. Chunki ular sizga ziyon yetkazmaydi. Vaqshawni, ya'ni fayziya yetkazgan, haqiqiy fayziya yetkazgan men bo'lganki, mendan qo'rqinglar sizlar. Qo'rqanlik uchun buyruqimga xilaf qilmanglar. Va li utimma ni'mati alaykum.
yana şu dolilarni o'rgatdim dedi. Yuqoridagi so'zni nimacha? Ay arraftukum li alla yakuna alaykum hujja. Demak, men yuqorqi dolilarni sizga o'rgatib qo'ydim. Boshqalar sizni dolini yengib qo'ymaslik uchun. Va li utimma ni'mati alaykum. Yana buni nima uchun qildingiz? Sizlarga ne'matimni hidoyatim bilan to'liq tamomlash uchun. Yani Kabe'ge hidayet qilib, ne'matimni to'liq qilishim uchun qildim deydi. Va la'allakum tahtadun. Yani sizlar balki hamda hidayet topib qolasizlar deb qildim. Va likay tahtadu illa qiblati Ibrohim. Ibrohim qiblasiga hidayet topishinglar uchun. Balki tahtadu qiblaga hidayet topishing balki umum hidayet bo'lsin. Xaslashtirib olgan bilan. El-kafu fi kama arsalna fikum. Tafsir olimlarniki nima so'xshami qoida va mesela şu cümlenin siyaqından çıkıp gitmey. Siyaq qarab demek. Hazır qadimman umumi gaplarning mesela cümlenin xaslashtirib. Bil haqq desa bil Qur'on deb. Qur'onda. Haq degan umumiylik. Bu shu bo'lishi mumkin, shunga o'xshash hammani o'z ichiga elishi mumkin. Jiq mufassirlar shundan nima qilgan? Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sizlarning aranglarga sizlardan bir payg'ambar evatganimizdek deb. Kama deganiki mush kaf harfi imma yata'allaqa bima qablahu. Yani ma'ni manda qilganimizdek manda qildik deyish mumkin. Yoki manda qilganimizdek manda qildik deyish mumkin. Demak, ma'suladir oldidagiga chetishlik bo'lishi mumkin, oxiriga chetishlik bo'ladi. Kama degan bir o'xshashqanda, o'xshashning yana bir mushabbihim bihi bo'lgan ekan. Hozir oldida bir so'z bor, unda ma'ni o'xshatamdi. Ma'ni kelib keyin oxir bir so'z o'xshatamdi. Ehtimollik bor edi. Chetishlikka ehtimollik. Yani oldida bir so'z vardı bu jumla, ondan kama arsalna deb manda qildik, xuddi manda qilganimizdek dedimi desa, balki bunda ahvolda qanday tafsir qilamiz desa, ay va li utimma ni'mati alaykum fil oxirah bis savab kama atmamtuha alaykum fid dunya bi irsalir rasul. Yani qiyomatda savob berish orqali sizlarga ne'matimni tamomlash uchun xuddi sizlar dunyoda payg'ambarlar evatish orqali ne'matimni tamomlaganimdek degan bo'ldi. Yoki bu keyingi bir jumlaga chetishlar deb qolsak qanday bo'ldi? Kama zakartukum bi irsalir rasul fazkuruni bit taati azkurkum bis savab. Xuddi men sizlarni payg'ambar evatish orqali eslab turganimdek, sizlarmi taat qilib meni eslanglar. Taat ibodat bilan meni eslab turinglar. Bu chaqda qanday qilaman? Men sizlarni mukofot orqali eslayman. Yani kema arsalna fikum rasulan fa'ati'uni demek. Rasulan minkum minal arab. Yani sizlardan degine o'shada sizlardan bir payg'ambar. Yahud nasaralar Bani İsrail'in kelishini arzu qildi emasmi? Sizlardan dedi. Bu sizlardan degine bu alay bir. Çünkü shulardan bo'lgan taqdirda uni eni tunuydi bular. Rasullikni biladi, as-sodiqul aminda. Nasibini biladi, sözünü buldun, tilini buldun, tercüme qilib o'tirish ajatsiz. Bu bir ne'matim. Yatlu alaykum ayatina. Sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turdi. Ya'ni Qur'on oyatlarini demoqchi. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma. Ya'ni sizlarni poklaydi, gunoh ma'siyatlardan, shirkdan tozalab turdi. Sizlarga yana kitobni o'rgatib qo'ydi. Ya'ni kitobdan maqsad Qur'on Karim wal hikma sunnatni demoqchi ekan. Sunna vel fiqh tushunish, ya'ni Qur'onni tushunishni, Qur'on tushunchisini o'tib qo'ydi. Muhaddislar hikmini sunnat deydi. Fuqaholar hammasi o'zi mashg'ul bo'lgan ilmning qadrini ko'tara olmoqchi. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Va yana sizlar bilmagan narsani sizlarga o'rgatib qo'yish uchun, ya'ni shu payg'ambar sizlarga siz bilmagan narsani o'rgatib qo'ydigan shunda bir payg'ambarni evatdik. Ma la sabila ila ma'rifati illa bil vahy. Ya'ni vahiy orqali bilmasangiz bilinmaydigan narsani sizga o'rgatib qo'ydik. Amaliyotda bu vahiy orqali bilmasak bilinmaydigan narsa nurg'un Qur'on Karim. Mesela şu İbrahim Aleyhisselam'ın vakaları, Musa Aleyhisselam'ın vakaları, Adem Aleyhisselam'ın vakaları, şu kasasul enbiyanın hemmesi Kur'an arqılı tutmagan bolsak, bu Yahud Nasaralar başının tarixlari o qalaymiqon yalğa yapıdak aralashib bulg'unib ketgan. Qur'on Karim Ademni qanday yaratdi, uning jarayoni qaysi, shayton nima dedi, shundan tortib butun payg'ambarlarning kechirmishlarini bayon qilib berdi. Hatto Musa Aleyhisselam bilan Xizr nima deyishgan, shunday Ashab-ul Kahfning hammasi uningdan boshqa osmon zaminlarni qanday yaratganligi Alloh taolo. Şuna bu metafizika, asli şu gaybiyatdan, mavara tabiatını metafizika deymiz. İnsan asli vahiy bo'lmasa, bunu tushunmaydigan bir aqli bununla o'ylab topolmaydigan bir narsa. Şu faylasuflar buni o'ylab topish uchun aqlni urinib bakkan. Mandamiki, yamandamiki har xil farazlarni qilib bakkan. Lekin bunun haqiqati yetilmaydi. Yetilmay salom olib ketgan haqi. Lekin vahiy orqali buni
inson mesela o'ylab bu inson qanday yaratilgan bo'g'iydi deb ferib charchab kelsa bunun javobini topolmasa insonni bunday yaratgan bir loydan bunday shaklda bunday qilib yaratdi undan havoni yaratdi shayton sajda qildi deb hamma jarayonni vak deb berdi. Bundan boshqa nurg'un inson bilinmoqchi bo'lgan ma'rifat jihatini tashna bo'lgan ilmiy usullikni qondiramay qolgan bir narsani vahiy orqali hammani deyapti. Shunga inson uning aqlini ufratmay, xuddi hamda tashqi uskandek bundan o'qilmay, aqlini va Alloh taolaning vahiyini qanday tushunish, Alloh taolo qanday shaklda ibodat qilsak joyida ibodat qilishni ma'no ishlatish kerak. Shunga vahiy hozir nurg'un masalani oydinlashtirib, uqtiribdi. Hatta oxiratda mesela inson shu dunyoda bunda yashaydi, keyin oxiratda nima bo'ladi? O'lgandan keyin nima ko'ramiz, nima ishlar bo'ladi deb shuni faylasuflar erib qolgan bu. Buni hamma bayon qilib do'zax, jannat va kaza mahshargohning voqealarini hamma bayon qilib. Hatta alomat saat kelchak bo'lgan ishlarni bayon qilib. Hatta Rasulullohning hadisida ham nurg'un kelchakda bo'lgan voqealarni bayon qilgan. Manda bir qavm chiqdi bundan keyin. Va 100 yildan keyin yashab qildim, bisim qolmaydi degandek nurg'un xabarlarni bergan. Şun İslam vahidi var, İslam vahididan var. Ama felsefe degan, şu vahiy orqali inson uqtirilgan haqiqatlarni inson o'z kallasi bilan da o'ylanib baqib, izlanib baqib, faraz qilgan narsa iborat. Tadkuruni azkurukum. Bunda bo'ldi ekan, men sizlarga mushunda nimalarni qildim, do'rini yutib qo'ydim, qiblini ko'rsatdim. Bunda bo'lgan ekan, payg'ambar evatdim. Sizning o'zingizning ichidan, o'zingizning tilni bildigan, o'zingizning tuniydigan payg'ambar qilib evatdim. Bunda bo'lgan ekan, fa degan mishara. Bunda bo'ldi ekan, shunga, fa'ning roli bak cho'ng. Shu yuqoridagi ahvollar shunda bo'lgan ekan, hamsa bunda qilinglar. Meni aslanglar. Men ne'matlar hozir bekatda ne'matlar bu. Şu meni eslanglar, meni eslasanglar, men sizni eslayman. Bu eslash hozir bu yerda muqobala, mujanasa shaklida deyilgan. Ya'ni, xuddi Uyg'ur tilida bo'lganda, sen to'lg'isang, u to'lg'aydi degandek. Amaliyotda u dal unda nima qilish kerak emas. Ammo bu yerda eslash bir xil iliqi, ma'ning eslashga qarata mukofot jazolashdan iborat. Nasulloha fanasiyahum degan mushakala. Ve cezâ seyyiatin seyyatun misluha. Müşakele, mücanese dedim. Balaghi usulunun birisi. Bu misal da Allah Teala onu esiga almaydigan ya unutup kaldigan ya esidan sirt unda bulmaydigan. Yani sizlar meni mag'firat tilab, özür aytib, ibodatni joyi qilib eslab tursanlar, men sizlarni mag'firat qilib eslayman. Aw bis-sana'i wal ata yoki sizlar madilab sanoat tutursanlar, men sizlarga berib turman, rizq berib turman degan. Aw bis-suali wan nawal yoki sizlar tilab tursanlar, men erishtirman. Nawal degan shu. Yetkiziman, beriman, erishtirman degan. Aw bit-tawbati wa afwul hawba yoki tavba qilib tursanlar, tövbe qilish orqali meni eslasanglar, men sizlarni gunohni afv qilish orqali eslayman. Vaghsil hawbatana deydigan. Havbadagi gunoh. Allohumma taqabbal tawbatana vaghsil hawbatana. Yani gunohimizni demoqchi. Aw bil ixlosi val xalos. Bu anımda bir gaptarlik qilib akagan iborat ekan bu. Sizlar ixlos bilan meni eslanglar, men sizlarni xalos qilib o'tish orqali eslay. Aw bil munajati wan najat. Yoki sizlar meni eslab, menga maxfiy ichingda duo qilib, munajat shaklida duo qilib, shunda ibodat qilinglar. Boshqalarga tuydirmagan holatda, ko'z riyoxurlik qilmagan holatda ibodat qilinglar, men sizlarni najotga erishtirish orqali eslay demoqchi. Vashkuruli yana sizlarni shunda ne'matni bergan ekan, menga rahmat aytinglar. Ma an'amtu bihi alaykum. Men sizlarga ne'mat qilib bergan narsalar qarta demoqchi. Ne'matga qarta shukrona qilinglar deb. Wala takfurun. Menga rahmat aytinglarki, kufrlik qilmanglar, tanmanglar, ne'matimga tuzkurlik qilmanglar. Ya eyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey iymon etganlar, sabr qilish orqali, namoz o'qish orqali yordam qilinglar deydi. Bis-sabr fihi tunalu kulli fadl. Chunki sabr orqali har qanday fazilatga, yuqori narsaga erishgili bo'ldi. Was-salah nima uchun namoz esa fa inna tanha an kulli razila. Çünkü namaz degan har qanday yomonlikdan to'sab saqlab qoladigan narsa. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. İnna Allaha ma'as sabirin. Hakikaten Allah sabr qiluvchilar bilan birgadir. Yakanda nima uchun sabr qilinglar dedi? Çünkü Allah sabr qilganlar bilan birgadir. Nega sen sabr qilsang, Alloh bilan birgadir. Allohning ma'iyati, inoyati, parverishi asl bo'lsa, degan bir ta'lil desak bo'ldi. Inna Allaha ma'as sabirin.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülgenlerinin hakkında sizler üleyla demanlar. Yani şularını üleyla demanlar. Nezelet fi şuhada Bedir ve kânû 14 racülen. Bedir gazetedeki şehitler hakkında nazil boğan. Ular 14 kişileri. Emvata yani ulan üleyla demanlar. Bel ahyaun ya bunlar belki ular tiriklerdir. Velakin la teşurun. Ama mesela onun tirikliğine, hayat yaşamaklıkına tuymayızlar. Değil mi? Ya şehit hem de o da cennet kişilikten bunda hayat kişiden. Berzaktan tuymayız belki. O da cennet kişi. Çünkü hadiste bunun ruhları aşağıda cennette fi havasıl tayrın hudrın dep. Yani bazı hadiste falanı cennette bunda ruhlu atkallıkını köydüm dep. Şehit oğlanı. Cafer doğruluk mu? Resulullah ne diye. Oğla kelgen çağda jığılgandı mı, kılgan çağda Adamın cennetten okulat kalığını Cafer-ı Tayyar dep atadi ya. Belhum ahya velakin la teşurun demek. Ular tiriklikken sonra tuymaysınlar. Hatta şu kavrda insanlar top taşlar ben okul ketkenken bu berzakhi hayat başlandı. Başlangandan keyin bu kavrda azaplangan ahvalını insan tuymaydı. Ama ularla tuydu ki. Şu at mesela. Tığanmay qağa deyimiz ya qat ağırıp sevmey qağan, müjde qızın bekatına şu kavırsallık apasa kaçı tuğutulgan ya sivitulgan meseleler olap nümüşen diyen çağda dehşettin bu sivitulgan gitken. Dehşetini görse özünün ağırlıkının belki sıkılması mümkün. Mında işlim baki, bu benim meselem eşlememezken bana aldı dedi. Kuda şükür de kaçışım. Yani şehit nümüşün bunda deresi katta. Çünkü bu Allah yoldan bütün varlığını atığallıktan. Kurban kıygallıkçı. İnnallâh iştara minel mu'minine enfusahum ve emvâlen bi enne lahumul cennet. Yücahidune fî sebîl. Cihatninki mertebesi ulu oğullık. Bu soğudu kilişim boyunca kaççıda malını vergendiken bunu kaççı tüleden geçti ama kilişimgen şu anda. Mükafatını kaççıda alırdı diyen ma kaidigim o şüysek bu del çıkılır. La teş'urun yani la ta'lemun delik. Yani sizler bunu tuymayızlar, bilmeyizler. Lakin bu hayat bu. Yani sen bilmeyen dersin hamımız yok olamdı. Ve sen bu şu yıldızlarının köpüğüne emdilerden iktisap kıldı bular. Burun 3-4 iktisap kıygan, kenarda yan neyse ayrım 9-10 boğan boğuşu mümkün. Newton bu diyen neknası şu. Yani şu çağda mı iktisap kılmazsa insanı bilmezse bu yok mu da. Battı lakin bilmeyen o. Çünkü inna ademul vicdan la yedullu ala ademul vücud diyen kaydı. Tapanmazlık yokluktan direkt vermeydi o. Bir canlını biz öyle ya koygan narslarımızda mesela. Ya bir paypımızdan bir peyin tapanmaya kalırız. Lakin öyle bağ bu. Tapanmazlık yok diyen. Yani sen tuymasan mı? Bu hayat. Hayat bu. Yani hayat-ı şehit la tu'lamu hissen. İnsanın his duygusuyla bilgilenmediğin bir xil hayat o. Anil Hasan radıyallahu anhu Hasan müşahede Hasan Basri. Çünkü Hasan Ali radıyallahu anhuma da bukasa. Yani dadısıyla birlik asa Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı bildirdi Resulullah'ın nevrisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Hasan'la da kasa Hasan Basri'nin deyim. Bu alimlerin ıstılar. Enne şuhada'a ahyan indallah. Hasan Basri etti bu şehitler Allah'ın huzurunda tirik duruyor. Allah'ın huzurunda degeni var mı da cennette degende görünüyor. Tu'aradu erzaquhum ala ervahim. Ularning mukofotlari mesela erzaqqa yani ular bildigan mukofot noz ne'matlar ularga ko'rsatilib turar ekan. Mana ma qasr kechirsa, ma dag'irlar, ma bundan asli mevchilar, ma ichimliklar deb hammani ko'rsatib turar ekan. Fayasul ilayhimur ruh vel farah. Demak, ashu ne'matni ko'rgandan keyin xushallik bilan nayta ko'ngil azoda holatda bo'ldi ekan. Kema tu'aradun naru ala arwah ali fir'aun. Xuddi dozaq Fir'aunning jamoati, ya Fir'aunning jamoati degan Fir'aunning askarlari bo'lishi mumkin. Ya Fir'aunning handamchilari, qo'l ostidagilar, shu mu'minlarga azob bergan shular bo'lishi mumkin. Ali Fir'aundan maqsad Fir'aunning qo'shinlari, quyruqlari yoki shu agashib ketadigan bo'lishi mumkin. Yoki ayol tavobat bo'lishi mumkin. Shu ayol tavobatni shunda bo'g'ildi. Ayoli musulmon tashnama
على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Şu ayetken sonra Fir'aun'ninki aş koşulları qarta şunun ruhlarına dozaq etigende bir akşamda bir kösüp durdu. Ha, sen bir şey içirse, sen cezalığa urunmağı, azaplımağı da etigende bir kesip esirlenip ola, korkuncuda aşında azapta mında yaşaydı dedi. Bu bir xil azabımdı. Feyesil ileyhimul veca. Şundan bunun ağırlık yetip gittiken. Vecenden ağırlık oldu kendine. Bu Hasan Basri'nin sözü onda. Onda buldu. Yani müminler banda oldu, kafirler banda oldu. Şehitler doğruda cennette de böyle bağımlı. Ve an mücahid yurzakuna samaral cennet ve yeciduna rihaha ve leysu fiha. Mücahid tuttu cennette emas. Lakin cennetnin meyvesinden bahriman bulalaydı buladı. Meyvesi onda mesela tonluktan sunup bergendek bulağa üretilip turduğan. Onun cennetke xushbo'y puraqlar, boshqa shu manzildan bahramand bo'lib o'tiradigan bunda holatlar demak. Mujohid va mufassirlar bilsa. Mujohid, Muqatil, Qatada, Ata, Ikrima va lanabluwannakum va yana sizlarni sinaymiz. Sinmay qo'ymaymiz degan ma'noda. Va lanabluwannakum. Yani sizlarni sinmay qo'ymaymiz. Va mushada bir atful dedi. Nega atf qildim shuni? واستعينوا دينك تسورق الله نماز تسبح الله وينسلنا سنايمز دخل ولا نصيبنكم بذلك إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم هل تصبرون على ما أنتم عليه من الطاعة أم لا خد عادة سنايد غلق عندك سنبقت شنما شولا كيغاندك بزاي سنبقت عندك شولا زماندا سنبقت مزيد بهذا أجل نختبركم ديالنا Allah Teala'ga muhal dedik. Çünkü ihtibar kıysa o netice kanda ola ki de umakçı de. Allah Teala bunun muhtaç emas. Allah Teala'nın ispat muhal. Bunda olan kim bunun da pişirmez ise xuddi sınaydığı adam kanda kıysa biz şunda kıp bakamaz diyen tarikli düşündük ya ki sınıgandak muamele kılınmazdır. Sınıgandak muamele kılınır. Bu istihara temsiliye olan istihara bu. Ya ki hem de sının yakşı yamanını ayrılışını inip ispatlap koyuşuyor. Mesela Allah Teala bildi. Ma o çidamlar, ma çidamsız, ma mümin, ma kafir, ma yaxşılıklı, ma usuluklı bildi aldın. Lakin Allah Teala özünün bilimine asaslanıp cezalandırmaydı. Ayma kanunda mı şunda? Bu birisinin falanını öttürdüğünlüğünü bilsin mi? Öttürüp boğandan keyin cinayet sadır bo'lib resmi yüz bergandan keyin onu katil deymiz. Öttemese ko'ngilda öttemek çolab, ya birisi mesela öttürdüğünlüğünü bildigen deydi mesela. Bu bililiş arkalıkla bunda katilde bunda cezalaş adaletini emas. Şu cinayeti sadır qilib, özün usalligini haqiqiy isbotlan maydonga chiqargandan keyin ondan cezalaydi. Allah Teala'nın adaleti aşın takazlar diyor. Olmuş dünyanın yaşayıp bunda canlışıp nukulup otamayla kaçta ezadıllam şehirine cennetke müminlerin cennet çıkıcı bunda kısım oldu. Degan şu usalligini haqiqiy maydonda bir qilib jinoyatni sodir qilgandan keyin sen qilding mana deb andin. Belki bo'lmasa, belki doğrulik bo'lib, yo'q, men asli usallig'im bilan men u dunyoga borib unda yashagan taqdirda men unda qilmaydim deb turilishi mumkin. Bu haqiqiy va to'liq adolat, mutlaq adolatni tiklash uchun Alloh taolo endi usallig'ini haqiqiy qilib andin jinoyat yezilgandan keyin isbotlangandan keyin andin jazolaydigan bo'lgan. Demek aşında ayrış için kıldık deydi. Çünkü bu sınaş degen bir ahvalını uquşuş için de. Bu Allah Teala'ga muhal. Demek bunun manası sizini sınıgandak muamele kılımız biz deydi. Bir şeyin, bir qalilin min kul vahidetin min hadil belaya tarifin min. Demek bu şu azgına korkunç, açıkçılık ve namratçılık ve balçaklıdan kırındaşlığın ayrılış, tek mündaşlığın azgına, azrak nasilden sınayımız. Tavuklar bek iğnası emas. Azrak nasilden sınayımız deydi. Demek bu şu balaya afatlıdan her birisinin bu 300'den azrak tek yüzü koyumuz demek. وَقَلَّ لَا لِيُؤْذِنَ أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ أَصَابَ الْإِنسَانِ وَإِنْ جَلَّ فَفَوْقُهُ مَا يَقِلُّ إِلَيْهِمْ. Enbiyada bir şeyin dedi. Azgını bir nasırlan dedi. Küçük bir nasırlan sınayımız dedi. Ne için azgın da az ibaresini sürdürürse? Çünkü müştürlük insanın beşik kelgen nasırlan ise uların beşik kemmigen nasırgı nispeten yok olan nasır bu. Yani onun neticesi ağır bala yapalı keliş mümkünde. Hazır bu kelgenlerin Allah yolda senin beşikli kelgine bu azgın nasır bu. فَفَوْقُهُ مَا يَقِلُّ إِلَيْهِمْ degeni ben düşünemedim. Lekin mazmunni bunda demoqchimdi. Sizlar beshinga kemmigan narsaga qarta, ma bizning sinfimiz ozgina bir narsa bor.
Ve yurihim enne rahmetahu ma'ahum fi kulli hal. Azgın narsadan sınıdoq deganiki, har qanday ahvolda Alloh taolaning rahmati sizlar bilan billah. Sizlarga bergan ozgina yo'qolan narsalar, sinash uchun berilgan narsa. Musha yuqoridagi iborat bir xil mujmallik bor. Sizlar qanday tushundinglarkan va in jalla fa fawquhu ma yaqillu ilayhim degan. Ya boshqa xatolik bormi bunda sizlar? Ammo mazmun shu anda. Ve a'lamahum bi wuqu'il balwa dedi. Yana ularning beshiga keldigan sinoq, baloya afatlarning bo'ldiganligini tushuntirib qo'ydi. Wala nabluwannakum. Yani sizlarni buniki sinaymiz demoqchi. Tutirib qo'ydi. Tayyorlash uchun, idiajatni tayyorlab ko'rish uchun. Bunda ishim bo'ldi ekan deb tayyorlik qilish uchun. Yuwattinu nufusahum alayha. Sinaq qarta o'zlarini idiajatni tayyorlash uchun. Tawtin degan shunda o'zini tayyorlash uchun. Bir şeyin minel xavf, korkunçtan azgın bir narsa bilen dedi. Bu korkunç qanday korkunçsa ya düşmandan ya Allah'dan qorqash bilan. Ya da bu tafsir ishqil tafsir bo'lgan ekan, shunday qildi. Lekin amaliyotda bu düşmandan qo'rqash masalasi. Urush bo'lgan ekan, düşmandan qo'rqib turgan gap. Tekkilikda. Ondan düşmanlar mal binasini bulab ketdi. Urush bo'lgan degan qayrchilik bo'lgan gap. Ondan qarindoshlari, bolalari, otalari o'ldi urushda. Ya'ni namoz o'qinglar, sabr qilinglar deb, ondan mana jihad qilishim bor. Jihad qilishda mana sinoqlar demoqchi. Allohdan qo'rqash degan bir tafsir asosan deyilgan. Val ju' al-qahd, ya'ni ocharchilik bilan sinaymiz. Urushgan chaqda shunda och qoldigan ahvoli bor. Yoki oziq-to'liq yetishmay, ocharchilik yuz bergan ahvoli bor. Av savm Ramazan. Yani Allah savm Ramazan, zakat degan gaplar ikkinchi tafsir. Yani bir tafsirda Ramazanning ro'zasi bilan sinaymiz. Bir oy o'zingni och qo'yishlarga degandan kechkishi. Va naqsi min al-amwal, mol mulklarning kemishi bilan deydi. Qandaysi birinchi tafsirda charmollar o'lib ketdi. Ya jangda yoki bulan talang jangda hujum uchrab. İkinci tafsirda zakatni debdi. Va huwa atfun ala shay'in. Bir şeyin min al-khawf wal-ju' deb Ondan ve naqsi min al-amwal demoqchi ekan. Yani nabluwannakum bikada ve naqsi min al-amwal demoqchi. Aw ala al-khawf bi shay'in min al-khawf ve shay'in min naqsi al-amwal. Wal anfus demak jonlarning tallarning kemishi bilan sinaymiz dedi. Bu jonlarning tallarning kemishi odam sonining kemishi qanday bo'ldi bo'lsa, ya o'lash orqali yoki o'ltirilish orqali dushmanlar ularni qirib etsa o'lib ketadi. Aw bil marad va shayb yoki kasal orqali yoki qirliq orqali. Shay degan shu qirliq. Kasal sababki o'ladi. Va samarat yamanda g'usul demakchi. Aslida amvalning dairasi sirdi bu samarat. Samaratul harf debdi onu. Teraqchilik, bag'onchilikdan keladigan ziroat mahsullari, mevaları debdi. Aw mavtul avlad yoki farzandlar deb ketadi. Innal walad samaratul fuad. Chunki farzand degan bu yurak parisi deydi. Samaratul fuad degani yurakning mevasi emas, yurak parisi. Şuna farzand bo'lib ketganga Alloh taolo dedi ekan. Farishtalardan so'raydi ekan. Ben bunun şu samaratı fuadi, yürek parisini cenni aldım bunun. Bu benden kanda pozisyonu buldu da periştini. Ve bu a'lamu bihim. Ama Allah da bilip duruyorum da, şimdiden da soraydıken. Periştini sorsa, sevir kıldı, sizge hamd etti, şükür kıldı diyendiken, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi diyendiken, bunda olsa, bana muşunda halette, yürek parisinin cenni asamı muş halette hamd etken olsa, cennetten bir kasır badım bunun var. Demek bu farzand degan de can parisi, yurak parisi, ko'z qarchig'i. Va bashiriz sabirin. Demek mush yuqoridagi sinoqlar qili ig'ilib kelgan narsa bo'lgan. Buni qartamda talab qilgan sabr qilish, chidash. Sabr qilguvchilarga bishorat bergan, xush bishorat bergan. Demek yuqoridagi mush sinoqlarga chidab, bardoshlik berganlarga, sabr qilganlarga bishorat bergan. Ev el-mustarci'in andel balaya. Ya ki balaya patla ki düşkaya vakta inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyenlerge demek. Şu sabr kılganda deyilgan söz olan iken sabr kılgıçılarını şunda degiciler de tefsir kılma. Çıkın tefsir. Liyennel istirca'a teslimun ve it'an. İstirca diyen inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen gel. Bu nimede ibaret ise bunun mezmunu bütünlüğü boysunuş, teslim bulaştığı ibarettir. Bundan bu Allah Teala'ya yani şükür kılıp hamd edip yani işte bu muandek razı olup tuğandaki Allah Teala'nın kaderiga sabr qilganlik bishorat bergan deydi. Ve fil hadis men istarja andal musibati jabarallohu musibatahu ve ahsana uqbahu
ve ceale lehu halefan salihan yerdahu. Bunda bir hadis kelibdi. Musibatga uchragan chaqda inna lillahi ve inna ilayhi raciun desa bir kim Alloh taolo uning musibatini tuzib o'tadi deydi. O'ngshib o'tadi degan ma'no jabara degan ha. Asli bir narsa yerilib ketsa, sunib ketsa, tingishni deydi jabara degan. Tingib. Yani uning suniqini tingib qo'ydi degan ma'no. Ve ahsana uqbahu oqibatini texmi yaxshi qildi. Ve ceale lehu halefan salihan yerdahu. Ve onun ko'ngli rozi bo'lg'dak, uning izbasar, salih izbasarimizni qilib berdi. Şu musibat qo'ldan ketgan narsaning o'rnini bosadigan rozi bo'lg'dak buni bo'ldi, ama uningdan burunqidan mush yaxshiman bak rozi bo'ldim deganga qadar shunday qilib berdi. Bu istirjo degan odatda qanday bir musibat bo'lsa, istirjo qilish odatda. Burunqilamda bir chirig'i sunib ketsa, Rasululloh shunday qilgan-ku, bir chirig'i sunib ketdi, inna lillahi ve inna ilayhi raciun deb sahabimo. Bu bir xil musibat. Odatdagi bir musibat bo'lsa, biz kichikdagi musibat bo'lsa, islom adab axloqida, sunnatda shuna inna lillahi ve inna ilayhi raciun deyish bor. Mana Watufiya Siraj Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rasulullahning chirig'i o'chib qolgan. Faqal inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Faqila musibatun hi mushum musibatmi deb so'radi. Chunki ashaba shu musibat vaqtida bunda deyish degan oyatni bilgachgan, mush qoidani bilgachgan mushum musibatmi deylik. Qala nam kulli shay'in yu'dil mu'mina fa huwa musibat. Musulmonga aziyat yetkazadigan, azo oladigan narsaning hammasi kichik bo'lsin, hammasi musibat. Vel xitob li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va bashir degan xitob Rasululloh qilgansi. Ey payg'ambar, ey Muhammad, sen sabr qiluvchilarga xush bishorat bergin demoqchi. Aw li kulli man yata'atta minhu bishorat. Yoki bishorat beradigan odam bo'lsa, shu mu'minlarning hammasi deydi. Sen sabr qiluvchilarga xush bishorat bergin degan bo'lishi mumkin. Allazina nasbun sifatun lis-sabirin. Allazina fi mahalli nasbadir. Nasbun degani fi mahalli nasb. Bu nimada sabirinninki sifati deydi. Sabirin maf'ulun bi'da. Maf'ulun bi bo'lgan ekan, bu allazina sifati bo'lsa, bu mansubda agishidir. Va la waqfa alayhi. Sabirin deb to'xtamaymiz macha. Bashir sabirin allazina deb bunda o'qiymiz. Bal yuqafu ala rajiun. Ulablam sifani mavsufdan ayirib etmaymiz. Ulablam o'qib va bashiris sabirin allazina idza asabatum deb rajiun deb to'xtaymiz deydi. Bu mana qiroatga chetishlik. ومن ابتدأ بالذين وجعل الخبر أولئك يقف على الصابرين. عند الذين sabirinning sifati demak, bu yangi boshlangan bir mubtada so'zda deb menda i'rob qilib qolsa, o'chani sabrinda to'xtab, rajiunda to'xtamaydi ekan. Rajiunda to'xtasin bo'ldimdi. Yani gapimda oxiri to'xtashni rajiunga opamizmi, sabrinda to'xtab bunday qism bo'ldirmaydi. Vel avval al-vajh. To'g'risi ilgirki i'rob shu deydi. Nima uchun? Li'anna allazina va ma ba'dahu bayanus sabr. Chunki allazinadan va undan keyingilari bu sabirinning bayoni. Hozir allazina hozir sabirinning bayoni. Sabirinning sifati bo'lgan ekan bu. Bu qanday sabr qiluvchilar bularsa, haqiqatan mitni bo'lma. Ahvol qanday allazina idza zamanda qilganlar bular sabr qiluvchilar. Sabr qiluvchilarni bayon qilayotgan bo'lg'achqa bu sifat deyish shu to'g'ri deydi. İza asabatum musibatun, qanday bir musibat, bir azariyatda, qanday bir ziyon uchirsa, bunda deydi demoqchi. Musiba ism fa'il min asabatu shiddatun ay lahiqatu. Musiba degan hozir insonga yetadigan bir narsa, yetkuchi narsa demoqchi. Bu yetishdan kelib chiqqan, beshik kelish, duch kelish. Wala waqfa ala musiba. İza asabatum musiba, debada to'xtamaymiz deydi. Nima uchun? Lianna qalu javobida. Chunki idza asabatum musiba qalu. Qalu yani bularning bir musibat yetsa, desa buning javobi. Qanday qildigan, nima ish qildigan odamlar desa, qalu menda deydigan kishilar bular. Izaning javobi qalu bo'lg'achqa, javobini anida ayirib aytsangiz bo'lmaydi. Va idza va javobuha silatul ladina. İza ve onun cevabı yani. İza asabatum musiba qalu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. Bunun hemmini bir pomlap lan deykenmez. Ellezîne'nin sılası deykenmez. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz hemmimiz Allah'ın mülküdürmez. Demek bir yerde iqtidarchilikqa iqrar qiladi. Tan verdik biz. Biz hemmimiz Allah'ın mülki. Ve inna ilayhi raciun. Hakikaten biz onun dergahına qaytquchilar durmaz. Bu mu iqrarun ala nufusina bil mulki. Demek hemmeyle özümüzge zaten dünyada ölümüz, ölüp Allah'ın dergahına varımızdan iqrar qilishlik ibarat.
Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Ana şulağa Parvardigardan salavatlar ve rahmet bolduğanlardır deydi. Yani bar desek mi? Yani salavat degan so'zni Alloh taologa nisbatan ishlatishda bular xil bu yan to'lg'ab qoldi. Yani salat degan aslida nimada? Asl duo. Yani duoning asli nimada ko'chirib akasa birisining manfaatini ko'zlash, ashuning yaxshilik yetsi ekan deyishdi bor. Duo qilgan odammi qanday bo'lsa shu foydasi ekan, yaxshilik bo'lsa ekan biz deydigan bir bo'lgan ekan, aslidagi ma'nosi shunday, jildizi. Yani Allah Teala nispeten bunu salatını innallahu ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimu. Allahumme salli ve sellim ve barik aleyhi. Yani yusalluna diyen söz ne hazır? Tefsir kılıçta alimler her kılda bakalım. Allah Teala'nın mağfiret, rahmet, bu der. Yani melaiketin çoğulsa duru salam yollaydı. Yani insanlar sallu aleyhi diyen çoğun duru salam yollanlar. Bir sözde, bir ayet, bir orunda çıkılmayandı çöndürdüm. Bu ne buldu? İştirak. İştirak ne kaldı? O iştirak hilaf asl. Yani bir yerden salat diyen söz ne? El-hunu vel-atf ve ta'attuf. Mehri şefkat gözdür. Mihrimanlık kılıç değil. Değil mi? Aşağı menfaatini gözlersin başlarında. Çünkü ben şu dedi. Fevdiat mevdi'ar rafa. Demek bir yerde mehri şefkatinin orunda işletildi. Salatını. Yani şulağa Perverdigar'dan mehri şefkatler var doğru. Ve cumya beynehuma ve beyner rahme. Yani bir yerde hem bu meher-şefkat bildirgen bu sözü işletti. Yani rahmet diyen o meher-şefkat bu mu? Bunu işletti. Yani bunda işletiş bağdaydı. Yakın meğerdeki iki sözünü işletiş bağ. İlgirki hayatım şunda işletti o. Ra'fete ve rahmet. Ra'fete ve rahmet hep işletti. Raufur rahim. Bunda işletti. Vel ma'na aleyhim ra'fe ba'da ra'fe ve rahme ba'da rahme. Arka ve arka. Tohtavsız. Uluş bildiğin rahmet meher-şefkatler bağdı. Eyyü rahmet degende şu ba'de rahmet sanın doğru buldu. Yani salat degende biz bunda şan, medileş yoki şanni ko'tarish desek bo'ladi. Hatta bu şu mufassirlardan Ebul Aliya mesela aytgan. Minallahi at-sana da bunda tafsir qilgan. Medhiya, sana o'qish desek. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy deganda Allah ve onun farishtalari payg'ambarga medhiya o'qib salom yo'llab turdi. Ey müminler, İslam'ı aş peygamberge medya okup sana yollab turanlar. Buna desek şu. Bir şey dedim mesela. Aşulağa Perverdigar'dan medileş, sana okuş, şanını kötüreş, medyalar bağ desek. Salavat hazır cema var. Mufredeke koysak olmaydı. Salavat yine cema. Ve ulaike humul muhtedun. Yani aşula, yani kasramlı. Aşulla humul muhtedun. Başkılamaz. Aşulla doğru yolun tepip hidayet tapkallığa doğru değil. لطريق الصواب yani doğru yoluna. حيث استرجعوا وأذعنوا لأمر الله. Çünkü bunlar musibet kelgen sabır kıldı, doğru şuttu. Ondan onun layık halatta doğru işte birini yana kıldı. Bulsun istirca. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diye. Demek Allah Teala'nın emri boysunup, hükmü boysunup, kaza kadarını kanal rahat bilen kabul kıldı. Boysun dedi. سلموا استسلموا ديما إذعان قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة يعني الصلاة والرحمة والاهتداء يعني اكتربك تنشب أرتلغان جük نمديگه yaxşı değil. Bu ayet ne hazır? Da bir oxşutudur. Adl degan bu bir tağan. Mesela biz bir ulaqqa jük atmoqchi olsak, jükleri tanışıp numuqimiz var. Bir tarafga egri o'sib kelsa jükkidir bu. Shunama Ne'mal adlan degan ikki tarafga tanışıp artilgan jük nimaga yaxshi deydi. Va ne'mal ilav degan uning ustiga ortiq yani. Ikki jükning ortiq holatda ustiga qo'yilgan tağa yoki jukmi nimaga yaxshi. Yani ma oyatda kelmada shunda bir nimaga o'xshadi. Birisi masalan nurg'un mol dunyoni yoki oziq-to'likni ulaqqa atib mukofotlab mangan odamdek bunda ko'rsatdi. Yani mu'minlarga hozir shu mukofotlar dediga, shu mukofot nimaga yaxshi. Bu ikki nimaga tang ortilgan mukofot xos ekan. Salavat min Rabbihim bir tarafida, rahman min Rabbihim bir tarafida. Endi uning ustiga ikki taraf tanishib qolgan ustiga atgan jukcho. Hidayah. Bu ni'mal adlan va ni'mal ilava degan bu Umar Nasr Sahih Buxoriyda bor. Muhaqqiq alim muslim bir tahrij qilib qo'ymoqda. Inna safa vel marvata min sha'airillah. Haqiqatan Safa ve Marva ikkisi Allah Taola'nın dininin belgileridendir dedi. Alametleridendir dedi. Hem de yukarı ayette cihat doğruluk sözü İslam'a. Şehitlerin udul cennet kişilik sığallığa, hayat ikenlike,
Ondan bu sınaqqa duch kelib, sabr qilganlarninki erishadigan shunda kuchtirlik mukofot buni bayon qildi. Demak, jihadda jon va mal nurg'un mashaqqat, jafo, ig'irchiliklarga, kulfatlarga duch kelish bor. Endi hozir ma oyatda hajga o'tkaldi. Nima uchun? Hajmi pul chiqim qilsa, jafo tortsa, o'lay deb qolgan ahvol bor. Mina arfalda. Biz haj qildik, u jafoni sifatlab olmaydi. Demak, bu bir xil jihad. Shu ayollarning jihadi haj deb bor. Undanki mal va badan ikkili tarafdan charchash bo'lgan, chiqim zo'r bo'lgan narsa oqoqidan tushundirildi. İlgirki oyatda mayatning chetishlig'i shu tarafdan. Mashaqqat, mal sarf qilish jihatdan jihatga o'xshab qoladi bu. Min a'lami manasikihi va mutaabbidatihi. Ibodatda buyurilgan faoliyatlarning eng ko'z ko'rib turgan belgilaridan birisi. Bu Safa Marva so'zni bir yerga keldi. Bunun sababini nuzulu albatta. Sababini nuzulunu bayon qildi. Safa Marvalar şairlarning belgisi emas. Kaaba, Mina, Arfat, şeytan taşıdığın Muzdalifa, Müslüman şunda. Şu an min şairler, şunun cümlesinden, şunun bir kısmı. Yani bir Safa Marvaning xas ekip qo'yishning sababi aşında müminler ikkilinib qolgan ba'zi bir jaliyatdan qoldiqlari qarta tutgan pozitsiyaga chetishib qolgan ekan shunda keldi. Jama' sha'ira va yil alama. Sha'air degan sha'iraning ko'pchilik. Bu belga, alomat, nishon degan ma'noda. Faman hajjal bayta shuna bo'lgan ekan, kimiki Kabe'ga haj qilsa yoki umr qilsa. Ya'ni Kabe'ni ziyorat qildi umrda. Bu ikki haj va umr degan faoliyatni qilib qolsa, Safa Marvani tavof qilib qolsa, uning gunohi bo'lmaydi dedi. Haj degan so'z lug'atda maqsad qilish degan ma'noda. Wal i'timar degan-chi az-ziyara, ziyorat qilish. Ya'ni asli bu imaradan chiqqan so'z bu. Ya'ni siz ziyorat qilish orqali Allohning baytini gullantirsan degan bu. Amir deymiz bu. İmara. İnnema ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Şu umri qilishni va Shafiy mazhabda farz kifoya deydi. Chunki bu davomli umri qilish orqali tavob qilinib Kaaba avat ashun gullangan holatda turishi farz kifoya. Agar shunda turmay adam tuyab qolsa, o'chada hamma inson gunohkor bo'ladi degandir. Demak, i'timar deganimiz ziyora. Thumma g'uliba ala qasdil bayt. Demak, i'timar degan lug'atda haj, i'timar bo'lar, shu qasd va ziyora degan bunda ma'no bo'lsin. Keyin bu shar'iy nimada o'sha Allohning baytini ma'lum maqsadda ziyorat qilishdan iborat bo'lib ketdi deydi. Allohning baytini ziyorat qilish nima uchun? Lin-nusukayni al-ma'rufayn, lin-nasakayni al-ma'rufayn. Biz bildigan ikki xil ibodat var, haj va umrdan. Shunga qaratilib ketdi. Va huma fil ma'ani kan-najmi wal bayt fil a'yan. Bularning mazmun jihatdan qanday desa, xuddi odatda biz ko'rib turadigan narsalarga o'xshash. Najm desa, darhol nimaga ishlatibdi? Surayyaga. Bayt desa, Ka'baga ishlatibdi. Demak, hamda haj va umra desak, yoki al-bayt desak, darhol Ka'bani bilamiz. Al-haj va umra desak, o maqsad qilish yoki ziyorat qilish degan gap yo'q qalimizda. Darhol nima qildi? Shu biz bildigan shay, haj umra ibodati qildi qalimizda. Shuni aynan ifodalaydigan narsaga aylanib ketdi bu deydi. Lug'at ma'nosi qolib qoldi. Xuddi Najm Surayyani bildirgandek, bayt desa Ka'bani bildirgandek. Fala junaha alayhi. Uningga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni u ikkisini tavob qilsa, ya umr qilgan odam uning gunoh bo'lmaydi dedi. Ay yattawwafa bihima, ay yatatawwafa. Asli yatatawwafa bu. Fa udghimat at-ta'u fi at-ta'i. Idgham bo'lib ketgandan keyin undan ta'u o'zgarib ketdi dedi. Wa asl at-tawf al-mashi hawla ash-shay. Tavob qilishning asli bir narsaning atrofida cho'glashdan iborat, ya'ni minishdan iborat. Wal murad huna as-sa'yu baynahuma. Bu yerdagi maqsad ash ikkisining o'rtasida sa'i qilish. Shu hadislarmi Safa Marvaning o'rtasida sa'i qilishni tavob deb ishlatgan Buxoriy shunda. Shuni tavob. Yani tagliban desak bo'ldi. Taglib. Ka'bani tavob qilish vaqtiga buni tagliban bundan tavob qilish degan so'zni ishlatamiz. Qila kana ala Safa isaf. Endi rivoyatda bunda kelgan. Safa tag'i tarafda isaf batda bir butning ismi. Marva tag'i tarafda Naila batda. Bu ikkisi bir butdandir. İki insanın buti. Yurva rivayette ennehu kana rajulan ve mar'a zanaya fil Ka'ba. Bu ikisi bir ayol bo'lib, ikki inson bo'lib, bu Ka'baning atrofida zina qilgan. Zina qilganiga Alloh taolo buni ikki tosh qo'ygan, butga aylantirib o'tgan. Yani jismini butga aylantirib o'tgan. Fawdi'a alayhima yu'tabara bihima.
Başka ibrat asında Safa bilan Marvaga bizning ayağına bizim ayağına qo'yib qo'yibdi ekan. Shu o'z chaqdagi kishilar. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından qalgan shu diyanet tikildeylarmi? Yani shu jahiliyat tikildan qalabak burun qila ikki butni Safa bilan Marvaga birdan qo'yib qo'yibdi. Ko'rgan ibratlar bazı zina qilgan mana Ka'bada. Bunda o'zgarib qoldi, biz diqqat qilinglar. Ibrat edish uchun, qo'rqitish uchun qo'yib qo'yibdi. Falamma talatul mudda ubida min dunillah. Muddat o'taverib, kun o'tgan sir bu ko'rinib, burun qilib, buning uchun bunda bo'lganligi unutilib, shaytondan har xil yo'llab, voy bu bunda ulug' zot etdi deb tushuntirish orqali bu cho'qindigan bo'ladi. Va kana al-jahiliya idza sa'u masahuma. Jahiliyat kelimi shu tavob qilgan vaqtida, Safa Marvaning tavob qilgan vaqtida. Yani bunda qo'lni silab bir xil ulug'lab qo'yapman ya barakatlangandak bunda ketarmishkan. Falamma ja'a al-islam wa kusirat al-awtan kariha al-muslimuna at-tawaf baynama li-ajli fi'l al-jahiliyya. İslam kelib butlar hammasi cheqitilgandan keyin musulmonlar da jahiliyat qilgandak bunda Safa Marvaning oraliqida tavof qilsak bu jahiliyat qilgan ishni qilgandak bo'lib qolamizmi deb ko'ngli dil qildi. Bu aslida Buxoriyga kelgan nimada Hazrat Aishaning rivoyat qilgan hadisda Ensarlar Manat degan butqa ata-atimida ehram bog'lab nima qilabishgan. Manat mush Safa Marva ekan. Ondan keyin bulardan islomiyat kelib vajiblarni o'rinlashtirgandan keyin asli Safa Marvada o'tirib sa'i qilish shu Hajar onamizdan qolgan sunnat bu. Asli shu to'g'ri qoidani mengaveramiz ham. U qaqlar keyin boshqa to'lg'atgan bo'lsin, islom kelgan asli qoida qaytdi. Qaytgandan keyin Ensarlardan biro'ning mushakili bunda bir qurbonlik kesib shu Manat degan butqa Safa Marvadigacha Rasul ibodat qilib bunda qilgan ishlarimiz vardı. Unda mushakil yana hozirmi mushakil bunda Safa Marva sahiblik qilsak xuddi biron jahiliyat qilgan shu buzuq qalaymiqan ibodatdek bir ishni qilgandek bo'lib qolamizmi deb ko'ngli ensirgan chaqda gunoh bo'ladimi deb ensirgan chaqda undan moya tushgan. Ya'ni sizlik gunoh bo'lmaydi. Bu aydan faoliyati sizlar o andish qilgan tarafdan sizlar gunoh bo'lmaydi. Buxoriyda babu. Demak jahiliyat tikila ayta bir ishni qilganlik uchun musulmonlar sal ko'ngli tavob qilish qarta sal dilg'uldilib qoldi. Farafa anhumul junaha biqawlihi fala junah. Demak ulardan gunohni ko'tardi. Gunoh yo'q sizga. Hech nima bo'lmaydi. Ensiramonlar. Va huwa dalilun ala annahu laysa biruknin kama qala Malik va Shafi'i. İmam Malik Shafi'i keylan mush masalada Safa Marvani o'ttirni sa'i qilish hajning yo umrning rukni degandek unda emas mana. Hozir mana Hanafi mazhab dalilini kuchlantiradi. Kelanga raddiya bermoqchi. Bular rukn deb turibdi. Evet bu rukn emas, mush oyat shunga dalil bo'la oladi. Yo'q uni tavob qilsang gunoh bo'lmaydi dedi. Xuddan tavob qilmasang bo'lmaydi buni unda ta'kidlagan nima yo'q. Tavob qilsang gunoh yo'q sanada. Bunda bo'shroq qo'ydi demoqchi. Ana Hanafi mazhabda vojib deydi. Rukn demaydi. Haj qilib Safa Marvani sa'i qilmabdi biz. Qan qilibsa haj bo'lardi. Ammo Imom Malik bilan Shafi'ning qarashida haj qilib Safa Marvani sa'i qilmagan bo'lsa, qan qilsimi baka haj bo'lmaydi. İmam Ahmad bir rivoyatda sunnat edi, vojib demaydi. Bir rivoyatda rukn deb shu Imom Malik Shafi'i bilan وكذا قوله ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا degan so'zmi mana Hanafi mazhabning shu rukni emas degan nimasiga dalil bo'ldi. Chunki aqidlar mana kimiki o'zligidan fidokorlik qilib bunda yaxshilikni qilib qolsa degan bo'lgan ekan, bu xuddi unda tatavvu doirasidagi bir ibodatdek shunday his qildiradigan ibora deydi. Ya'ni shu Safa Marvaning o'ttirida sa'i qilib o'zligidan fidokorlik qilib kelsa demakchi. Bu nimani his qildirdi? Bu yana laysa bir rukn emas deganni his qildirdi. Va man yattawwa sakin qilinadi. Yattawwa deb adab zvar qo'ygani xato. Va man yattawwa baka zvar qilmaydi. Hamza va Ali ya'ni qarildan Hamza Kisai mesela Yaqub Ali degan qarilar va man yattawwa khayran deb bunda o'qdi. Ya'ni yatatawwa demakchi. Fa adgama ya'ni ikki qari Hamza va Ali demak. Fa adgama at-ta'a fi at-ta. Yani fa udgima desak bo'ldi. Yattawwaf deganga o'xshashlam yattawwa deb tag'i o'zgartirildi. Fa innalloha shakir. Yani yattawwa degani hozir majzum sakin. Nima uchun shart ma'nosi bor? Man deganda. May yaksib man deganda. May yattawwa fa innalloha shakirun alim.
Hakikaten Allah kimike bunda kıldıken yani bunda fedakarlık kılıp özlükünün bunda yaxşılıkını kıldıken hakikaten Allah bu yaxşılık karta şükür kıyıcıdır, bilgücüdür dedi. Şakir degen nokta mucazin alal qalili kathira. Allah Taala bunda insanda şükür kılmaydı da şükür kılışında bunu bunda tavil kılgan gap var. Yani mükafat veriyor. Az işkimin köp mükafat bergiçi. Rahmet aytdı desek bular rahmet aytdı. Lekin bu rahmet biz aytgandek rahmet unga o'xshamaydi. Allah Taolaga loyiq bir rahmet. Alim bilguchi, cho'ng olsun, kichik olsun, her qanday ishni bilguchidir. Sagiran aw kabiran. İnnellezîne yektumun yani Yahudilarning bilarmanlardan, mollalardan biz nazil qilgan vahiylarni yo'shirganlar, maxfiy tutganlar, minal bayinat, aniq ochiq ashkara isbot bo'la oladigan shu mo'jizalarni, oyatlarni Muhammad alayhisolamning haqiqiy payg'ambar ekanligiga guvochi bo'lgan oyatlarni yo'shirganlar, val huda yana hidoyatlarni, islomga hidoyat qilish masalan Resulullah'ın sıfatlab ularni va Resulullah'ın ergişen deb şu arqılıq İslamga hidoyat qilish münasibetlik oyatlarni yo'shirgan desek. Hidoyat yo'shirgan desek bo'ldi. Valbuda va unda bir narsa qasib qo'ymay, ya'ni hidoyatni yo'shirganlar, oyatlarni yo'shirgan, hidoyatni yo'shirganlar min ba'di ma bayyanahu awdahnahu lin-nas fil kitab. Biz uni kitobda butun xaloyiqqa bayon qilib bergandan keyin yo'shirganlar, kitobda deganni Tavratda aytdi. Umum diyesek buldum şairinin mazmununu. Yani Kur'an-ı Kerim'de hidayet, iniq ayetini hemen bayan koğanın ki Kur'an'ın ahkamlarını yoşurdık Allah desek onun için yani Müslümanların işiden bu şu ayetini, İslam ahkamını durumlap, yoşurup ya malum bir besim sebebinden ya dünyavi garazını oylap ya mensebini oylap yoşurdık Allah'a karta değildi desek mi? Yahudiler karttan da koymayın. Çünkü bir yerde umum geldi o. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ. Demek mi? Kur'an-ı Kerim'de biz nazil kılgan muşna iniq ayet, hidayetini yuşuk Allah. Biz şu Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıp boğandan keyin ulâike el'anûllâh ve el'anûl lâ'inûn. Aşullağa Allah Teala lanet okuydu. Lanet okuyduğun insanlarımı, periştilerimi, cinlarımı lanet okuydu. Ve bu ağır yapma. Hakkını yetkizmesek mi şunun kadar? Hazır hem bir Yahudiler de tefsir kıtım yani. Lekin bir Yahudiler dediğim bir nimi yok. Ya mesela Yahudiler dediğim bir hususiyet mi yok hazır? Ellezine degen nima? Mevsul bu. Mevsul degen umumun sigisi. Manda kılıdığanlar deydi. Yani hakikatne Allah'ın ayetlerini, hidayetini yoşirdiğanlar işi çatak bulunan. Allah Teala'nın lanetiga bütün müminlerin lanetiga uçrab ketadi bular. Müslümanlar işinden aşında hakkını yoşirdiğan mollalarga qartilgan desek bular. Biz ko'pincha ayetni u Yahudilar tushgan, Nasara tushgan o'zimizni faqat talaqa yuqtirmay, o'dak suv chiqmagandek o'zimizni ammaylan biz xuddi va unda hech qanday chataq xavfi duch kelmaydigan xotirjam insonlardek bunda o'zimizni bunda qilyapmiz. Linnas fil kitab. Endi mana yuqoriga tafsirlasi Tavratdir. Bizim yerda al-kitab biz Qur'on desek bo'ldi. Al-kitab degan bizning kallamizda ma'hud narsa. Bu nima darhol Qur'onga basi taxmo jallob. Yoki shu hammani o'zicha oldi deymiz. Yahudiylardan Tavrat kelganini yo'shiq Allah. Xristianlardan Injil kelganini yo'shiq Allah. Musulmonlardan Qur'onga kelganini yo'shiq Allah desek bo'ldi. Tavrat lam nada' fihi mawdi' ishkal fa'amidu ila zalika al-mubin fakatamu. Demak, u yerda hech qanday bir tushunmay qoldigan ya xato tushunib qoldigan bir narsani qilmasaqmi, ular aniq bo'lsa-mu, bosh shar topolmay uni yo'shirib olgan deydi. Ulaika yal'anumullah. Ana shularga, ya'ni Allohning oyatlarini, hidoyatini, islom ahkamlarini yo'shirdiganlarga Allah la'nat qilib turdi. Yal'anumullah. Yal'an degan mishada mudorini olishda la'nat qilib turdi yani. Davom etib turdi. Yana la'nat qiluvchilarmi, la'nat o'quvchilarni la'nat qilib turdi. Yani bular qanday odamlar? La'nat o'qiy oladigan kishilar bular. Ular bo'lsa malaikalar va inson jinlardan chiqqan mu'minlar. Illallazina tabu. Faqat laman tawqiqallah. Bu yo'shirish ig'ir jinoyatga biz xato qilibmiz deb tawqiqallah. Iymon etishni taraf qilganiga tawqiqallah demak. Mush qilgan jinoyat, iymon etmay, yo'shirib turganligidan tawqiqallah. Va aslahu. Andan keyin ishlarni o'ngshab tuzib, o'zini o'ngshab olganlar, yaxshi ishlarni qilganlar. Ma afsadu min ahvalihim. Bizning buzayotgan ishlarini o'ngshab olganlar. Va tadaraku ma farata minhum. Ular o'zlaridan sodir bo'lgan narsalarni
xatoligini tunib qattiq o'zidan o'ngishvag'anlar dedi. Va bayyanu. Endi o'ngishilishlar bo'lmaydi. Masalan, bir mulla islom shu mu'minlarga qarta ko'rsatgan bir ko'rsatmani ya Qur'oni Karimdagi ya Rasululloh hadisini yo'shirib, ma'lum bir g'arazda buni kishilar xato yetkazgan bo'lsa, kim bu tavba qildi deydi. Tavba qilib, unda aqlushin tepib, hidoyat tepib, o'z gunohidan istig'for etib tavba qildi. Tavba qilgan ekan, unda bir ishni o'ngishida masalan, bunda degan bo'lsa, ma'lum bir yerda maqola yozgan bo'lsa, to'g'risidan maqola yozish kerak. Tamam. Yoki unda xato tushundirlar, to'g'risini tushuntirib qo'yish kerak. Aslahu degan shu, burun buzayotgan narsa o'ngshash degan shunday narsani o'z ichiga oladi. Ishlarning aqidasini bulg'atdi bu. Bulg'atgan keyin sen tuzar shuni. Ondan qada qilsa va bayyano. To'g'risini ondan bayon qilsa. Men burun men izab, ya menda bir narsani ko'zlab qilib, ya men seni ko'zlab qilib menda tushuntirib ekanman. Endi hozir hidoyat topdim va to'g'risi ma'vo, sen menda to'g'risini tushuninglar deb menda yetkazib qo'yish. Aniq bayon qilib berish kerak. Yani yoshirg'inni izhor qilish kerak. Fa ulaika atubu alayhim. Yani faqatlan tavba qilib, buzgan ishini o'ngshab va yoshirgan narsani bayon qilganlarga ana shularga men ularning qilgan tavbasini qabul qilaman. Men haqiqatan tavbani ko'p qabul qiluvchi, tavbani bak qabul qiluvchi tavba degan. Sirat mubolag'a emasmi? Va rahimdirman dedi. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffâr. Hakikaten Allah Teala İslam'a tinib, Resulullah'a işenmey, kafir halatı ölüp ketkenler. Yani yadapta şu hakikaten uyuşurup tövbe kılmay, şu pete hakikaten uyuşuran halat ketkenler dedi. Ulaike aleyhin lanetullahi vel melâiketi vel nâs ecmaîn. Yani şulara hakikaten Allah'ın laneti, feriştelerin laneti ve bütün barlık halayıklarının laneti bar dedi. Laneti yağdı deymiz mesela. Laneti buludu. Tabi yardım vennâs ecmaîn degende tabi nâs deb qo'ydi. Mu'minlarga xas qatib qo'ymadi. Hatta kafirlar adamlar onu lanet qildi. Bu dunyoda qilmasa, oxiratda lanet qildi. Ey, mushugi bizni shunda xato tushuntirib o'ldirib ketgan emasmi? Laneti deb tillaydi. Yani demak, mana dunyoda kafirlar tilmagan bilan oxirat tillaydi. Demak, zakara lanatahum ahya'an thumma lanatahum amwata mana. Demak, bu yerda yuqorida ularga lanulloh va lanul la'inun dedi. Bu hayat vaqtida bunda bo'ladi deganni bildirdi dedi. Boshda hayat hayotida la'nat o'qildigan, la'nat duchor bo'ldiganligini dedi. Endi keyin o'lgandan keyin la'nat o'qildiganligini ma hayotda dedi. Va ma'tuhum kuffar bo'lgankan o'lib bo'lgandan keyin butun barliq xaloyiq uning la'nat o'qiydi dedi. Anida unda tirik chaqda shu mu'minlar la'nat o'qiydi. Alloh taolo mu'minlar la'nat o'qiydi. O'lgandan keyin shu kafirlar la'nat o'qiydi. Bizni shunda ozdirib ketgan emasmi la'nati badbaxtlar. Vel murad bin nas al mu'minun. Bu yerda an-nas deganda mu'minlar deydi. Yoki mu'minun kafirun hammasi bor deydi. Chunki ba'duhum yal'anu ba'dan yawmal qiyamah. Chunki ularning ba'zisi ba'ziga la'nat o'qiydi deydi. Hadi istabarra allazina tabi'u min allazina tabau ha. Shunda ayollar bo'lgan ekan. Lekin bu yerda vannas ijma'an degan mu'minlar, kafirlar ham barliq insonlar bo'ladi ekan. La'nat o'qiydi desek dal tushadi. Qiyomat kuni demakchi. Chunki bu yerda va ma'tuhum kuffar o'lib bo'lgandan keyin degan gap bor. Qalallohu taala kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Aytdimi? Har bir guruh, bir to'plam kafirlar do'zax jumla chigan ekan, bular yana bir guruhga la'nat o'qiydi. Chunki bular bir-birini ozdirishqa. Bu alqi ba'zilarni to'qiydi degan dalillar. Fa adalluna sabila dedi Alloh. Ulardan azdigan shunda islomni yoshirgan mollalarni to'qigan. Khalidina fiha halun minhum fi alayhim la'natullah dedi. Ashularga Allohning la'nati bor dedi. Ash kishilarning ahvolini bayon qildi dedi. Bu qanday ahvolda bular? Bu la'nat ular qanday ahvolda yetib turdi desa, Khalidina fiha. Yani la'natda mangu qolgan holatda ashularimiz la'nat o'qib turdi. Bu mangu qoldi, la'nat o'qib turdi. To'xtovsiz. Aw finnar illa annaha udmirat tafqiman li sha'niha wa tahwila. Yoki uningda mangu qoldi deymiz. Fiharga uningda dedi. Ya do'zaxda yoki yerda demida. Yani la'natda yoki do'zaxda degan ish tafsir qiladi. Uningda deganda belki do'zax degan bo'lishi mumkin. Uningda desa bu nimeydi bu shunda bir xil hayvatlik bir narsa so'ldida. Demak bu do'zaxning ishini nayt bir xil hayvatlik ko'z tutishun aniq demay da yangi sidrak degan bo'lishi mumkin.
qo'rqitish jihatdan, yo'g'on ko'rsatish jihatdan. İkisini çetişlerimdi. Lanetli mengu kaldı diyen şu dozak kaldı da lanet bir şart diyen gap. Dozakta mengu kaldı diyen bu şu yani lanetine takacak oldu. Lekin başka ayette Halid'in fiha deb kelsiz ko'pincha şu dozakta deganga kelgan ekan, uni bakrak tushdim. Lekin dozakning gapi hozir yuqorida o'tdimi? Bizada o'tgan bu shuning qarta ishorat bo'lishi mumkin. Dozakning bir ismi o'tmadi va yaqinda. Shu Halid'in fiha desak, lanetga bakrak ketadi. Lekin hamda majbur jannat ne masalan zikri o'tgan ekan bo'lishi mumkin hamda. Ayg'il qoyatsin nima qildi? Mush mu'minlarning kallasida jannat do'zaxshi aniq davomliq kallas bor bo'lgan ekan, do'zax ishorat desakmi bo'ldi. Shu do'zax ishorish aniq bo'lgan ekan, Ayg'il kallasda zehinde davomliq bu hozir bor bo'lgan ekan, darhol shuni deyishi mumkin. La yukhaffanul azab va yunzarun deganimi, do'zaxning azobi ulardan yengilletilmaydi deganligi shuni ishorat. Fiha desa la'nat deganda uning ishida unda la'natning o'zi unda tutunuq bir jism bo'lmaydi, o'rin bo'lmaydi, uning ishida mangu qilmaydi. Bu yerda bir xil majaz bor. Majaz mursal alaqatu al-mahalliyya. La'nat desak unda la'nat degan bir o'rin emas u. Uning ishida bo'lanmaydi, mangu qilinmaydi. Endi bu yerda makan la'nat sababidan duchor bo'lgan o'rinda deymiz. Asli maqsad nima? Lanet nimani kelib turibdi? Do'zaxni kelib turibdi. Shu lanet keltirgan o'rinda mangu qoldi deymiz. Bumi yana ikkisi yana yaqilish do'zax degan gap. Xuddi vasalul qarya desak, uni bu so'g'lanmaydi-ku. Lekin ahli qarya demakchi. Bunda bu xalidin fiha, fil la'nada, la'nada mangu qoldi o'rin bo'lmasa u. Lekin la'nat beshi keltirgan do'zaxda mangu qoldi. La yukhaffafu anhul azab va la hum yunzarun. Ulardan azab yengilletilmaydi, ularga muhlat berilmaydi. 5 gün aramalı olay, turvalay, onunki azap ıslayacağını daşmıyor. Minel inzar. İnzar degan şu malla türü. Ey la yumhalun, ev la yuntazaruna liya'tadirun. Yani ularning özri etolay va özrini bayon qila olay, bir to'xtab to'sla degan gapni olmaymiz deydi. Ev la yunzar ilayhim nazar rahma. Yoki ularga qaralmaydi. Nazarda majhul siyg'isi la yunzar deymiz-ku. Ularga qarab qo'ya olmaydi deymiz. Va ikkinchi tafsir. Qarab qo'ysam da bo'pti, nal faryodini maylda yengiltib qo'yay degan bedimi kelib qoldi. Qaramagan ekan, parvo qilmagan ekan, uni yengiltish asla hech kimning qo'lidan kelmaydi. Va ilahukum ilahun wahid. Sizlarning ilahinglar birli ilahdir deydi. Fardun fil uluhiyya, la sharika lahu fiha. İlahlıqda yakkigana, tanha. İlahlıqda onunga bir şirk yo'q. Va la yasihhu an yusamma gayruhu ilahan. Uningdan boshqa qanda bir narsani iloh deb atashga bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. La ilaha illa huwa. Uningdan boshqa bir iloh yo'qdir. Ya'ni bu ta'kidimdir. Men ilgari jumlani ta'kidladim. Taqrirun lil wahdaniyya bi nafyi gayrihi va isbati. Nafyun va isbat bo'lgan ekan, nafy va isbat odatda bir kuchli bo'lgan. Ta'kidlash uchun ishlatilgan. Demak, uningdan boshqa iloh yo'q. Bu Alloh taolaning yakka egaligini muayyanlashtirishdan iborat. Qanday shaklda esa, uningdan boshqani nafiy qilish yolg'iz Allohni isbotlash orqali. Mush Allohning iloh. Shulan bor. Uningdan boshqa yo'q. Va mawdi'u huwa raf'un. Endi huwa degan marfu' mu yoki fi mahalli raf' mu yoki nima bu? Fi mahalli raf'. Li'annahu badal min mawdi' la ilaha. La ilaha bo'lmaydi. Mubtada deydi. Mubtada o'rni marfu oldi, shuning o'rnida. Bu la ilaha illa deganiki huwa degani shu la ilahaning o'rnida. Ashulan bor degan ma'no. Bu bir mubtada xabar, ha? Bu mubtada xabar balki ashu ilahun vahidninki sifatida bunda mubtadaning sifati deyasak bo'ldi. Ilahun vahid bu qanday iloh vahid? La ilaha illalloh. Shunda bir ilahga uningdan boshqa iloh bo'lmagan bir iloh bu. Lekin hozir hamda ani bir mubtada xabar tugdi deb bilib, la ilaha illalloh deb yangi bir mubtada xabar boshlandi desak, bu nima ekan? La ilahaning o'rnidan bu badal deymiz. Va la yajuzu nasb huna li'anna al-badal yadullu ala anna al-i'timad ala al-thani. Bu yerda zivar qilsak bo'lmaydi. İlahaning badali bo'lib qoldi deydi. La ilaha illa huwa. Bu ya illa huwa deb keyin andan la huwa degandek bir qamlashmaydi deydi. Ya'ni i'timad deganni bu yerda shu ilaha degan so'zni deyish mumkin.
Ennel i'timad ala thani degancha, demak ilaha, ayada ilahadan bir so'z ketdi, ilahun deb. Ilaha degan ikkinchi ilah. Demak ikkinchisiga deb qalsak, badal deb qalsak ya sifat deb qalsak bu bo'lmaydi. Bu uchun manfiy bo'lib ketadi bu. Val ma'na fil aya ala dalik. Oyatda ma'ni mushunda tariqada keldi deydi. Ya'ni badal deb, la ilahaning ladin badal deb keldi. Wan nasb yadullu ala annal i'timad ala al-awwal. Yani bedel desek bu ikkinchisiga tayangan holatda bo'ldi. Bedel degan nimani bildirdi? Hisob emas, va ikkinchisi hisob degan bo'ldi. Nima? Bedelning ma'nosi shu deydi. Ya'ni sen ikkinchisiga tayansa, ikkinchisini asos qilsa deydi. Endi oyatda shu ma'no shu. La ilaha illa huwa. Hozir asos olan shu huwa. Shu bir Alloh shu asos hali. Shu hisob. Hozir shu huwa bilan bor deydi. Allah. Demak hozir bedelning ma'nosi shu. Oyatda bu shunday demakchi. Hemen ziver okup kalsak şu yedullu ala ennel i'timad alal awwal. Ziver okup kalsak birincisi hesap, ikincisi hesap olmaz. La ilahe qolgan. Huwa mı yok bu yerda. La ilahe Allah yok degan ma'noda bo'lib qoldi. O'chani ma'no chataq deydi. Bunda mesela la huwa degandek. Unda bo'lib qoldi deydi. Bunda ilahning o'rniga huwani gap qilmaqmi? La huwa. U mu yok degan ma'noda. O'chani chataq hozir ma'no chataq. Hozir la ilahe desek hozir huwani birinchi marfu aladimiz el-mevcudu huwa diyene. Tamam. Doğru, doğru. Ve rufa'a er-Rahmanur-Rahim. Mana er-Rahmanur-Rahim diyen muşu rafa okunganlığı mı? Anın merfu alet kelikini bildirdi o. Huwa er-Rahmanur-Rahim dedi. Rahmanur-Rahim adını burada süktejin ama. Ey el-Mevla li cemi'in ni'am usuliha ve furu'iha. El-Muli dama. El-Muli min evla yulidin. Ya. El-Muli. Yani barlık nimetlerini ata qilguchi, berguchi. Onun yıldız karakterli asas nima olsun, parçampirat nimetli olsun, çoğun küçük nimetlerinin hemmesini ata qilguchidir. Ve la şey'a sivahu bi'adi sifat. Bu sifat tibildiğin onundan başka bir yani bir zat, yani bir narsa yok. Fema sivahu imma ni'ma ve imma mun'amun alayh. Davan iken onundan başkası ya bir nimet oldu. Yaki nimet ata kılıngan bir nas oldu. Mun'im bo'lmaydi. Ala annahu xabaru mubtada. Ar-Rahmanur-Rahim nima? Xabaru mubtada. Huwa ar-Rahmanur-Rahim degandek. Aw ala al-badal min huwa. Yaki huwadan badalandi. Huwa deb huwa kim desa ar-Rahmanur-Rahim. Yaki u uningdan boshqa yo'q. Ya'ni men Rahmanur-Rahimni demakchi degandek. La ala al-wasf. Demak bu Rahmanur-Rahimni huwaning sifati demak hozir biz uni badal desak bo'ladi. Li'annal mudmar la yusaf. Çünkü nima uchun ham dunyada badal deymazsan, bu damir deganni sifatlashilmaydi. Huwa degan damir. Buni sifatlashilmaydi degan mo'sh nahvchining bir qoidasi bor ekanda. Qoidaga asosan buni badal deymiz, sifatlashmaydi. Nedik badal, nahvi badal. Olur badal o undaqqa o'rnalashgan badal. Ya ilgirikçinin şu nahvi badal. Yani mudmar la yusaf debdi, bu nahvchining bu qoidasini tekshirib chiqish kerak. Ba'zi nahvchilar qoidani chiqarib olib, keyin bu Qur'ondan arab tilida bu qoidani chiqarib bo'lgandan keyin o'zining chiqqan qoidasiga kelib qolgan Qur'on oyatlari yoki hadis bo'lib qolsa, uni to'lg'iltirdi. Ya bundan emas, bunda chunki bunda qoida bor deydi. Qoidaga bo'ysundirlar oyat. Aslida bunun qoidasi oyat hadisning arab tilining fasahatiga bo'ysunish kerak. İza şemsu kuvirat, iza kuvirat şemsu kuvirat bunda takdir qildi. Uyg'ur tilida da bo'lgan iza kuvirat şemsu kuvirat. Bunda bo'lmaydi. Tarjima qilganlar bunda bo'lganda, bunda qildi, bunda bo'lganda deb qo'ygan bir şey var. Şiqqatdan takrorlaydi bir so'zni. Shunga o'xshab bo'lmaydi. Iza şemsu kuvirat deganni izadan keyin darhol bunda fe'l bunda kelmaydi deb turadi. Iza kuvirat şemsu kuvirat deb qo'yadi. Emniyatdan Qur'on Karim keldi. Qummatul fasaha vel bayan. Qur'on shu hujjat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين